Mana hurmatli fermer xo'jaligi rahbarlari, Xitoy Respublikasidan yangi silos uchun 2025-yilda yangi urug' kirib keldi. Mana o'zimiz bilan to'g'ridan-to'g'ri shartnoma qilib olib kelishdi. Mana shu urug'ni savdoga chiqaryapmiz. Mana Xitoyda o'zidan kelgan mutaxassislar yonimizda turishibdi. Mana Xitoyda o'zidan kelgan mutaxassislar bu makkani bo'yi 3,5 metrdan baland deyishyapti. 1 gektar yerga 25 kilo. Agar endi biz sharoitda, yer sharoitiga qarab oshiqcha ham eksa bo'lar ekan. Bu yangi urug' silos uchun o'ta kuchli urug' deb tavsiya berishyapti bizga. Bo'yi 3,5 metr. Hattoki undan o'sib ketishi mumkin agar o'g'itni me'yoriga qarab deyishyapti. Mana hozir o'zlari ham tavsiyasini berishadi. Mana Assalomu alaykum. Hozir mana sizlarga yegetgan tuxum 100 saqavati. Bunun 1 gektarga 25 kilo egisindir. Bo'yi sani 3,5 metrdan asad. 1 gektardan salmog'i endi silos beradi salmog'i 90 tonna 130 tonna beradi. O'g'itlardan yaxshi beresindir. o'g'itni o'sha o'zimizni makkani normasida berar ekanmiz. Undan oshish shart emas ekan. O'zimizni makkada berayotgan, o'zimiz urug'larga berayotgan normada beringlar deyapti. Lekin o'sha haligi qo'shimcha suspenziyalar bilan tarbiya qilsalaring, hattoki o'sha 130-140 tonna deyapti, massa beradi deyapti. Bu hali o'rtacha ko'rsatkichda aytyapti bular. Minimal, maksimalda o'rtasini aytishyapti ekan. Mana xudo xolasa bug'doydan keyingi yangi urug' 1-yili kirib kelib ekilyapti. Bunaqa sort kirmagan hali deyapti. Bo'y borasida zakaz bo'yicha keldik deyishyapti. O'sha eng uzun, eng bo'ydor, hattoki shamolda yiqilmaydigan baquvvat, tanasi o'ta baquvvat deyishyapti. Xudo xolasa bu yil ekamiz.